Diqqat qiling, hozirda Amerika futbol maydonlarida to'p surayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City klubi a'zosi taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida bugungi o'yindan so'ng tezkor ma'lumotlar e'lon qilindi. Aziz tomoshabinlar, videoroliklarimizni oxirigacha kuzating va albatta o'zingizning samimiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Biz esa sizlar uchun eng so'nggi xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Diqqat qiling, Abduqodir Husanov Forbes reytingidan joy oldi. Forbes Sport Jahon chempionati 2026 ishtirokchilari orasidagi eng yuqori daromadga ega bo'lgan futbolchilar reytingini e'lon qildi. Undan O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov ham o'rin oldi. 22 yoshli futbolchi reytingda 38-o'rinni egalladi. Uning yillik daromadi 6,2 million dollar deb baholangan. 5 million dollar klubdagi maoshi va bonuslaridan, 1,2 million dollar esa reklama shartnomalari hamda tijorat loyihalaridan tushadi. Reytingning kuchli uchligidan Cristiano Ronaldo 280 million dollar, Lionel Messi 130 million dollar va Kylian Mbappe 95 million dollar bilan joy oldi.